Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar hamda kanalim muxlislari, mehmonlari, kanalimga xush kelibsizlar. Men bugun sizlarga tuxumli to'q piyoz salami, sirli pirojki qilib ko'rsatmoqchiman. Marhamat, tomosha qiling. Tuxumli pirojkimiz uchun 280 mg qatiq, bir chimdimgina mana qoshiqni o'chida kichkina qoshiq uchta choyning soda shivaga aralashtiramiz. Bir osh qoshiqda shakar solamiz, bir choy qoshiqda tuz, bir dona tuxumimizni chaqib sovuramiz. Aralashtiramiz. Olti gram razrıhli solamiz. Aralashtiramiz. 500 gram 500 sort unimizni sitadan o'tkazib oldim. Shundan solamiz. 500 gram ketadimi yo'qmi точно bilmayman, lekin ketishini ko'rib turasizlar. Agar hammasi ketsa, demak 500 gram ketgan bo'ladi. 3 osh qoshiqida rastительный maslo qo'yamiz. Aralashtiramiz. Yumshoqqina qilib xamir qoramiz. Mana xamirimiz ham tayyor bo'ldi. Endi ustini yoqib, issiq joyga o'rab qo'yib qo'yamiz. Endi ichiga nachinkasini tayyorlab olamiz. Buning uchun mana ko'k piyoz oldim. Ko'k piyozni yaxshilab maydalab to'g'rayman. Kattaroq cho'lakdan kichikroq qo'ydik. Endi 5 dona tuxum archib olganman. Mana ko'p bilganingizdek, endi buni to'g'rab olaman. Mana 5 ta tuxumimizni ham to'g'rab oldik. Mana sirimiz 100 gram sir. Samarqanddan chiqarilgan ekan, oliy navli ekan. Mana shu sirni hozir tyorkada o'tkazib olamiz. Chiqarib olamiz. Hammasini chiqarmaymiz 100 gram. Yarmini chiqarsak ham bo'ladi. Chunki masalliqlar mana bu nachinkani solib turib, keyin ustiga solamiz-da. Mana azlar yarmini chiqarib oldim. Mana shu yetadi. Nachinkamizga ozgina tuzini berib o'ramiz. Tabga ko'ra. Ko'p solmaymiz. Rastительный maslo qo'yib o'ramiz. Bir osh qoshiq
2 osh qoshig'ida yetadi. Yog'li bo'lib ketsa ham odamning ko'ngliga tegadi tezda. Aralashtirib yuboramiz yaxshilab. Mana nachinkamiz tayyor. Sirni yuza qismiga solamiz. Hali tugatganimda ko'rsataman. Tayyor nachinkamiz. Mana endi xamirimizni olamiz. Qo'limizda ozgina yog'lab olamiz. O'zimiz xohlagan kattalikda xamirimizni zuvalab olaveramiz, uzvolaveramiz. Joyida turgan holatida ustagan bo'laveradi. Sizlarga ko'rsatish uchun bu yerga tushiraymi deyapman. Ozgina unlab olamiz, yopishib qolmasligi uchun. Ash kattalikda qilaveraman. Xamir buzib olgandan keyin mana shunaqangi zuvalachalar qo'yapman. Ozgina nomiga un sepib olyapman. Shu ikkita. Tak. 13 dona pirojki bo'lyapti. Shuni o'rtaga qo'yamiz. Pirojkilarimizni qo'yishga patnisimizni unlamadim, yog'lab ola qoldim. Yopishmaydi. Bitta turdim, mana. Endi sizlarga ko'rsataman. Juva bilan yoysangiz ham bo'ladi, mana qo'l bilan yoysangiz ham bo'laveradi. Mana azlarim. O'zi ko'rinyaptimi sizlarga? Ko'rinyapti. Xohlaganingizcha to'ldirib solasizmi, kamroq solasizmi, solasiz. Endi o'zi 13 dona bo'lgani uchun mana shuni hammasini ishlab olishim kerak. Sip solamiz ustiga. Mana shunday qilib. Endi bir-biriga birlashtiramiz. Qilib yopamiz. Mahkam qilib yopamiz, chiqib ketmasin. Bosib qo'yamiz. Agar bunaqa chiqib qolmasligini xohlasangiz, bunga kirgizib qo'ysangiz, kirib turadi. Mana buni mahkam bo'lsin, chiqib ketsa, qorayib qoladi chiqqan narsalar. Xuddi shunaqa qilib hammasini ring-ketin bitlab yuboramiz o'rtalar. Azlarim. Ana oxirgisini ham tugib oldim azlarim. Mahkam qilib tugdim. Endi navbat pishirishga. Olovni pasaytirib oldik. Endi birinchi tayyorlagan pirojkimizdan pishirishni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bitta solib ko'ramiz, chunki yog' issiq bo'lishi mumkin. Tezda qizartirib olishi mumkin. O'xshamasa bittasi o'xshamasin, atak o'xshasin. Birinchi solgan pirojkimiz juda ham chiroyli pishyapti. Ikkinchisini solamiz. Joy bor, uchinchisini solamiz. 3tasi pishsa bo'lar ekan. Endi uchalasini pishirib olamiz. Birinchi pirojkimizni pishirib oldik. Mana azlarim ko'rib turganingizdek juda ham chiroyli bo'lib chiqdi. Endi ikkinchi, uchinchilarini pishiramiz. Olovimizni pastlatib qo'ydim. Chunki xamirlarimiz pishgan, pishmay qolishi mumkin. Azizlarim, mana pirojkilarimiz ham pishdi. Ko'rib turganingizdek yumshoqqina, mana issiq hali. Bironta sovug'idan sizlarga ko'rsataylik, oldin pishirganimdan. Mana bunisi ham issiq. Ko'k piyozi, tuxumi, siri bor.
judayam chiroyli ham mazzasi ham yeb ko'rdim, judayam zo'r bo'libdi. Albatta sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Shu bilan bugungi video roligimni tugataman azizlarim. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta like bosib qo'yasiz degan umiddaman. Kommentariyda albatta yozishni unutmanglar. Kommentariy bizga ilhom beradi, yozganlaringiz yaxshi so'zlardan yozsangiz albatta. Kanalimga a'zo bo'lib qo'yishni ham unutmang. Shuning bilan bugungi video roligim tamom. Yanagi video roliklar orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. Alloh panohida asrasin. Allohga omonatsiz.